Assalomu alaykum qadrdonlar. Bahorning ilk kunlaridan xudo xolasa yaxshi yangilik deb niyat qilamiz. Xullas, hozirgina elchixonadan chiqdim. Konvert berishdi menga. Hali ochib ko'rganim yo'q. Natija qanday bo'lgan? Birgalikda sizlar bilan ochib ko'ramiz. Xudo xolasa yaxshi niyat qilib ijobiy natija degan umiddamiz bunda. Ichida javob xati va pasportim bor. Zagrant pasport. Tashlab qo'yamiz. Javob xatimiz. Yo'q, bu to'lov qog'ozi ekan. Javobi pasportda bo'lsa kerak. Bismillahirrohmanirrohim. Xullas, bizga Schengen berishibdi. Yaxshi yangilik. Bu Schengen Yevropaning 29 ta davlatiga o'tadi. Srogi 1 oylik koridor. Xudo xolasa, bu bilan yaqinda Yevropa davlatlariga sayohatimizni boshlaymiz. Qaysi davlatlarga boramiz, nimalarni ko'ramiz, kimlar bilan uchrashamiz, xullas yangi sarguzashtlar sari olg'a.